Bugun Binafsha shulasi haqida gaplashamiz. Bu videodan keyin ancha-muncha heytga uchrasam kerak. Xo'sh, bu kitob o'zbek tiliga tarjima qilindi va kutilganidan ko'ra ko'proq mashhurlikka erishdi. Shu bilan bir qatorda ba'zilar tomonidan heytga ham uchradi. Men bugun bu kitobni maqtamoqchi yoki heyt qilmoqchi emasman. Chunki hali o'zim o'qimagan kitobni heyt qilishga yoki maqtashga ma'naviy huquqim yo'q deb hisoblayman. Bu kitob Osamoh al-Muslim tomonidan yozilgan. Men bu insonni uzoq yillardan beri yaxshi taniyman. Ya'ni Binafsha shulasi o'zbek tiliga tarjima qilinishidan avval ham tanirdim. Bu insonni hali biror kitobini o'qimaganman, lekin ijtimoiy tarmoqlarda intervyularini kuzatib boraman va fikrlari menga juda yoqadi. Xo'p, mavzudan uzoqlashmaylik. Binafsha shulasi nima uchun heytga uchradi? Heytga uchraganining asosiy sababi kitobni xaridorini ko'paytirish uchun yolg'on aralashtirib reklama qilinganligi deb hisoblayman. Kechagina Falaq nashrining Instagram sahifasida chiqqan mana bu videoni ko'ring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda Binafsha shulasi va Garri Potterni ikki afsona deyapti. Ya'ni bittasi ingliz adabiyotining afsonasi, biri esa arab adabiyotining afsonasi. Lekin kitobni afsona deb atash uchun, ya'ni klassik adabiyotlar ro'yxatiga qo'shish uchun kamida 100 yil kerak bo'ladi. Biz hozir bilmaymiz Binafsha shulasi 30 yildan keyin o'qiladimi, yo'qmi. Lekin bir kitobni afsona deb atash uchun 100 yildan keyin ham uning o'quvchilari bo'lishi kerak. Binafsha shulasining yozilganiga atigi 9 yil bo'ldi. Shuning uchun bu kitobni hali afsona yoki klassik adabiyot deb atash uchun juda ham vaqtli. Heytga uchraganligining asosiy sababi ham ortiqcha baho berib reklama qilinganligi. Ya'ni bu kitobni Dostoyevskiy darajasidagi kitob yoki Garri Potter kabi afsona yoki o'tgan kunlardagi kitob deb reklama qilish heytga uchrashi aniq edi. Men bu kitobni yaxshi yoki yomon demoqchi emasman. Bu kitob yaxshi ekanligiga shubham yo'q, lekin bir kitobni afsona deb atashimiz uchun, jahon adabiyoti durdonalariga tenglashtirishimiz uchun kamida 100 yil kutishimiz kerak. Ya'ni 100 yildan keyin ham shu kitobni yetarlicha o'quvchilari bo'lsagina biz bu kitobni klassik adabiyot yoki afsona deb atashimiz mumkin. Men bu yerda nashriyotni, ya'ni Falaq nashrini yoki kitobni heyt qilayotganim yo'q. Shunchaki bir kitobni afsona deb atash uchun kamida 100 yil kerakligini eslatib o'tmoqchiman. Men Falaq nashrini juda hurmat qilaman. Ular jamiyatimizga kitobxonlikni qaytarish uchun katta mehnat qilmoqda. Buning uchun Falaq nashriga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'z Instagram sahifasida bunaqa videolar qo'yishi, ya'ni Garri Potter va Binafsha shulasini teng darajadagi afsona deb atashi nashriyotning obro'siga putur yetkazishi mumkin. So'zimni Jon Ruskinning bir gapi bilan tugatmoqchiman. Modomiki hayot qisqa va bo'sh vaqt juda oz ekan, uni sayoz kitoblar o'qish bilan isrof qilmasligimiz kerak. Salomat bo'ling.